yaqin do'sti bo'ladi-da, mana shu borini ham, yo'g'ini ham, shu noldan o'sgan o'rtog'i bo'ladi-da. 6 yo 7 sinflarimiz mana shu yerda Anhorda mashina yuvib pul topardik-da, mo'yka qilib o'rtog'im bilan. Uydan chelak latta olib chiqardim, u shampun olib chiqardi, hech xil mashina yuvardik-da shu yerda. O'rtog'im aytardi-da, o'rtoq mahallada bolalarga yetmagin derdi-da, hech kim bilmasin derdi. O'tirib, mashina yo'q payt o'tirib, orzu qilib o'tirardik-da, hali katta ishlar qilamiz, xudo xolasa deb. Oradan vaqtlar o'tdi, katta bo'ldik, qiyinchiliklar bo'ldi, o'rtog'imda ham, menda ham. Bir kun xursand bo'lib telefon qilyapti-da, o'rtoq lavozimim ko'tarildi. Xudo xolasa hali zo'r bo'ladi. Aytganimdek katta ishlar qilamiz sen bilan hali deyapti-da. İnşallah o'rtog'im. Oradan vaqt o'tdi, 2019 oxirlari edi shekil. O'rtog'imni banisida ko'rib qoldim. Desanga tek ish bilan borsam, o'sha yerda yotgan ekan. Aytmading desam, qo'yaver, hozir hamma o'zi bilan o'zi ovora. Yaxshiman deyapti, erta chiqib ketaman dedi. Bo'ldi dedim. Oradan bir kun vaqt o'tdi. Telefon bo'lyapti-da. O'rtog'im omonatini topshiribdi-da bir kundan keyin. Bergan va'dasi turdi-yu, lekin umri yetmay qoldi-da shu o'rtog'imni. Aytmoqchi bo'lganim, do'stliklarni hozir bor edi, yaqin do'stliklar bormi? Yaqin, juda ham yaqin do'st bo'ladi baribir har bir insonda, bo'ladi yaqini. O'sha insonni borida qadrlash kerak. Orada qadriga yeting. Bir-birimizga o'sha bir-biringizga parod qilish kerak emas, iloji boricha imkon qadar. Yaqin do'stinglarga yuborib qo'yinglar shu videoni.